O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bering. O'zim shifokor bo'lib poliklinikada ishlayman. Men o'zim najot izlab sizga eshitdim-da sizga keldim. Mana kelganimdan men xursandman. Mana oilamni songa solib, ancha muolajalar o'tkazdik, ilohiy o'qidingiz, yuziga solib berdingiz, ilohiy narsalarni o'qib, menga shifo, nur bilan shifo berdingiz, bizga ro'zg'orimizga har holda qaytardingiz, bizni oilaga qaytardingiz. Bundan men minnatdorman. Sirni ochaman. Sizni oilangizdagi jiddiy muammoni ko'rdim. Jiddiy muammo uyingizda ikkita o'lik chiqishi kerak edi. Biri eringizdan, biri qizingizdan edi. Bu narsani men sizga aytsam, inson yuragi ko'tarolmay qoladi. Har xil holatda bo'lishi mumkin. Ammo men indamay turib ishimni bajarganimdan maqsad siz banda boshqa muammo bilan keldingiz. Ammo men u muammongizni qo'shib bu boshqa muammolarni ham bartaraf qilib tashladim. Hozir yerim xo'jayini ham mana shifokor. O'zi ham chiqardi. Yuzlari kelishgan, ko'rishib yuzlari qanaqadir yorug' bo'lib, oldin qorayib ketgandek edi. Hozir yuzlari oppoq bo'lib, yaxshi ro'zg'orimiz hozircha tinch. Sizdan juda ham minnatdorman. Hali bundan keyin yana qilgan xatolarimni yana tuzatib, sizga yana keyingi intervyularni qo'shimcha intervyu berishga men tayyorman. Rahmat sizga. Omon bo'ling.